Salom YouTube axir. Bugun sizlar bilan o'sha sizlar bilgan Casillasman. Bugun sizlar bilan biz mana shu buyonda survival qilamiz. Bugun mana sekinim juda ham boshqacha bo'ldi. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Yangi sekinlarim bolalar. Sizlarga bitta katta xabarim bor. Men 23 ta bo'ldim. Bo'ldi. Like va obuna unutmaydi. Eng muhimi sizlardan shu do'stlar. Yaxshi bo'lmasa sekindan ovoz tashlab qo'yaman do'stlar. Qayerga qo'yaversak? Ha? Nima ko'rdilar xo'janim? Qo'shamiz. Bitta yerga har doimgi ishim. Bu yerda ko'rabil nima qilyapti? Tosh bormi yo'qmi? Men topdim, toshni ham topdim. Shtagina tosh. Bugun biz katta survival qilamiz. Final survival. Endi ozgina tashlab olamiz. Sekin post tashlab qo'yaman, shunaqa sekin keraklar uchun. Uzr do'stlar, internetim oyoqlandi, shunga ana olib qoldi reklama. Buni olamiz va bu yerlarga xayr deymiz. Chiqib ketamiz. Endi qiladigan ishimiz uy qurib, joyga ketishimiz lozim. Endi bundan buyon faqat shu o'rinda o'ynayman bular. Bu birinchi qism, ikkinchi qism keyingi safar chiqadi. Tez. Biz hali tun bo'lishidan oldin o'zimizga hali joy qurishimiz kerak. Da yetmasa ham kerak. Kon. Shu yerga yoqsam yorib ketaman. Qayerdadir bu yerda temir yoki ko'mir ko'rinmadi menga. Shu uchun chiqamiz bu kundan. Eski gangoni. Qani bu yerda tashlab olamiz. Cho'ta menga ko'rinmayapti. Yo'q. Bizga hozir bizga kerak. Bestakan qo'ydi. Menga hozir kerak bitta pechka kerak. Tabiqqa. Tez. Vallahi yangi sekin oldim, sekinimiz zo'r. Shu uchun bitta Casillas zo'r deb yozib qo'yinglar, kommentlarga like va obuna unutmanglar. Quyosh osti qayerda ekan? Ana, u ham botmoqchi. Yaxshi bo'lmasa sekinimni to'g'rilayveramiz. Axir biz kunda hayot kechirishimiz ham kerak. Buni olamiz. Tunam bo'lib qolmasa bo'ldi. Yaxshi bitta to'rtta fakil kerak. Ichkariroqqa kiramiz. O'tirishda menga hech narsa bitta ko'mir kerak. Olib ketdik.
shu narsalar. Uzr do'stlar, agar uncha yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, konga kiraylik. Creeperga bo'lalardan bo'ydi. Va men ko'mir topdim va kon ham tugagan ekan. So'ra olmasan so'rab ketib bolalar. Like va obunani bosishni unutmanglar. Kommentlarga ko'mir deb yozib qoldiringlar bolalar. Shunday. Davay. Bu yerdan ketamiz. Bu yerda ham yaxshiroq o'zimga joy topolganim. Endi uy quramizmi deyman. Uy qurishimiz kerak. Qorin ham ochib qolibdi. Bolalar. Uchun hech bo'lmasa kattalar qolamiz. 64 ta uydim ochiqroq joyga qurish kerak. Mana shu yer uy uchun mos. Mana unday. Mana bu yoqqa. Arkadaşlar. Mana bunday. Uyda qirish ishlarim boshlanib qoldi. Uyda tez qurish yo'li bolalar. Sizlarga ham qilaman. Do'stlar, men 50 ta obunachi yig'moqchiman bolalar. 50 ta obunachi. Sharafiga deb 50 blok ichida yashab qolishim lozim. Yashashim. Az bilmasam shuni to'g'ri. Mana uyda qurishga kerakli narsalarni olamiz bolalar. Daraxt ham. Tis. Şuraya koyamam arkadaşlar. Oh. Shunday tez yurmayapti bunda. O'tirib qolmasam tushib ketib hammasi